Hozir biz sizlar bilan hisobotni, ya'ni oyligingizni va kepangiz summangizni ko'rib olishni o'rgataman. Hop, akkaunt bo'limidan hisob bo'limiga kirib olamiz. Bu yoqda dangacha degan maydonlar bor, ularni to'ldiramiz. Danga oygi boshini kiritamiz, gachaga oygi oxirgi kunlarni kiritamiz. Misol uchun danga bizga mart emas, fevral oyi kerak. Ko'rmoqchiman. 1-fevraldan 28-fevralgacha kunini ko'raman va kiritganimdan keyin izlash tugmasini bosaman. Menga chiqarib berdi. Ismi misol uchun endi login qilib qo'yilgan. Endi ismingiz bo'ladi bu yerda o'zingizni va olgan kepayi 10% ekan. Va sotilgan mahsulot, agar mahsulot sotish bo'yicha ishlasangiz, sotilgan mahsulotingizni ko'rsatadi. Nechta mahsulot sotgansiz. Endi bu yerda arenda bo'lsa sotilgan deb qo'yilgan, lekin arenda bo'yicha hisoblanadi bu yoqda. Sotuvlar kepay summasi, arenda kepay summasi. Endi bu yerda magazinda faqat sotuv bo'yicha bo'lishi mumkin yoki arenda yo'nalishi bo'yicha bo'lishi mumkin. Yoki ikkalasi bo'lishi ham mumkin. O'sha bitta tarafa chiqarib qo'yganmiz. O'zingizga kerakligini ko'rib olsangiz bo'ladi. Hop, umumiy kepay summam 200, oyligim misol uchun 1 million. Kepay bilan oylik hisoblaganda 1.200.000 shunaqa ekan. Hop, siz bilan buni ko'rib o'rganib oldik. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.